Assalomu alaykum, hurmatli Metastroyda YouTubedan kuzatib boradigan kuzatuvchilarimiz. Bugun mana zavodning ichidamiz. Siz e'tiboringizga zavodning o'zida qanaqa stanoklar bor va ulardan qanaqa mahsulotlar chiqadi, qanaqa ob'yomda ishlaydi, siz e'tiboringizga havola qilamiz. Ungacha mana shu videoga like bosing, kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'ling va boshqa videolarimizga ham o'tib, bemalol ko'rib, ularga ham like'lar bosib, qanaqa fikrlaringiz bo'lsa, izohlaringiz bo'lsa, erinmasdan hozir yozib qo'ying. Siz bo'lsa sekin boshlaymiz. To'lqinjon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Endi sizni oldingizga keldik. Mana shu stanoklarni birava tanishtirsangiz. Nima vazifa bajaradi? Endi hozir bu yerda stanoklarimiz ko'p, hammasi har xil nimada chiqadi. Sizga endi bitta-bitta tushuntirib boraman. Bu stanogimizda mana shu chiri pitsa holatda chiqadi. Bu eng oxirgi variantlari, o'sha premium modelida chiqayotgani. Bundan tashqari yana boshqa chiri pitsalarimiz ham bor. Hozir mana shunisi eng oxirgi modeli shunda chiqyapti. Ustalarda ham hozir endi mana shunga mijozlarimiz ham shunga talab kuchli bo'lib qoldi. Eng chiroyli chiqib turgan modeli shu. Bu endi shunaqa akkuratniy bukkanidan tayyor obyektlardagi ana mahalladagina ko'rib, buni bitta-bittalab terdirdingmi deb so'rayapti. Yo, bu endi общий chiqadi. Mana shagini misol ustalarimiz qanday holatda deysa, misol eng standart modeli o'zi 35 bo'ladi. Keyin misol katta kichkina qilib berilaveradi. Uni xohlagan razmerda chiqaradi. Bu mana shu shaga kichkina bo'lsa chiroyli chiqadimi, katta bo'lsa? Endi standarti 35. Obodali bukilgan, arkali joylarga bo'lgan bo'lsa, shagini sal kichkinarashtirib berilaveradi. O'zi eng chiroyli chiqadigan shu 35 bo'ladi standart. 35 eng ijal variant. Narx qancha chiqadi? Bularda endi materialiga bog'liq, rossiyskisi bor, hozirda mana Samarqandniki bor, keyin Toshkentniki bor. Hammasi narxi har xil. Shu materiali qanday yupqaligi chiqaradi. Hozir mana shu holat. Menimcha Rossiya bo'lsa kerak. Bu rossiyskiy 0.45 material. Buni kvadrati hozir 78 ming so'mga beryapti. Zo'r. Chiroyli narxda chiqyapti, yaxshi hozir. Buni kvadrati qanaqa o'lchanadi? Umumiy ketgan list hisoblanadimi yoki mana tayyor holat hisoblanadi? Yo'q, mana shu holat mana chiqib bo'lgandan keyingi holati, shu 1.15 qolsa, mana shu 1.15 hisoblanadi. Zo'r. Ko'pchilikda mana shunaqa noto'g'ri fikr bor ekan. Hozir men tomim 100 kvadrat desam, bular hisoblaganda 120, 150 bo'lib ketadi deb o'ylaydi. Aslida unaqa emas, tayyor holat hisoblanadi. Endi buni o'sha bitta pog'onasi bir-biriga minishini hisobiga shuncha qo'shiladi. Buni endi yonma-yon qilib qo'yilmaydi, o'sha bitta vannasi minadi bir-biriga, o'sha hisobiga o'sha kvadrat qo'shilishi mumkin. Zo'r. Akalar qo'rqmanglar, unaqa katta summa bo'lib ketmaydi, katta kvadrat bo'lib ketmaydi. Tayyor holatda hisoblayapmiz. Bunisi stanogimiz qanaqa? Endi hozirgi kunda o'sha do'ppili tomlarimiz juda hozir urfga kirdi. Hozirgi kunda mana shu qirg'og'iga mana chiri pitsadan qo'yilyapti. Ichiga mana ko'rinmagan joyiga bu profnastel, bu обычный hamma qo'yadigan nimasi. Zo'r. Buni o'sha to'g'ri oddiy naveslarga qilinsa ham bo'ladi. Keyin shu mana chiri pitsani ko'rinmagan joyiga ham qilinyapti. Keyin yana bitta buni mayda qovurg'amiz bor. Bular aslan shu toklarning ustiga, mana shu arkali joylarga buni yotli qo'yib yotqizganimizda sinib qolmasligi uchun qovurg'a sal mayinroq chiqadi. Bu uchinchi stanogimiz shu bo'ladi. Bukilishdan qo'rqmaydi. Bu sinmaydi, hali tagidan xunuk bo'lib sinib qolmaydi. Eng chiroyli chiqayotgani shu. Zo'r, zo'r. Bular narxi qanaqa chiqyapti? Unisini, bunisini. Bular ham o'sha aytganimdek o'sha materialiga bog'liq. Narx-navosi o'sha misol qalinligiga 0.37, 0.4, 0.45 mijozlar qaysinisidan tanlasa, o'shanga qarab narxi nima bo'laveradi. Eng qalini o'sha 0.5 gacha chiqaradi. Eng hadavoyi qanaqa bo'lyapti hozir? Hozirgi kunda hadavoyi 4.5 likda endi. 4.5larga. Ular narxi qanaqa bo'lyapti 4.5? Xo'p, O'zbekistonnikini 4.5 ligi bor, kvadrati 50 ming so'm. To'rligi bor, 47 ming so'm. Keyin Samarqand zavodlarimiz bor. Keyin ko'p mijozlarimiz kelib bizdan nimaga endi Samarqand arzon, Toshkent qimmat deyshganda, endi hozirgi kunda mana Samarqand zavodni endi kattalashtirib, ob'yom hali Toshkentda qancha sotilmagani hisobiga nimani narxni ushlab turibdi. Atak sifat Toshkent bilan bir xil, birga bir bemalol nima qilsa bo'laveradi. Zo'r, zo'r, zo'r. Juda chiroyli. Bunisi stanoklarimizda nima chiqadi aka? Bunimiz ham o'sha
chiripitsa hozir bundan chiqqan tayyori sizga nima qilaman, rasmini nima qilaman. Bu ham o'sha chiripitsa, o'sha birinchida ko'rsatganimni. Endi hozirgi kunda to'g'risi bu yangi modelimiz kelgandan keyin buni so'rov o'zicha pastlab qoldi. Hozir endi hamma o'sha 2026 o'sha premium modeliga nima qilib qoldi. Bundan ham mijozlar har zamonda kelib so'rab turadi. Ko'proq o'sha birinchi stanogimizdan nima bo'lyapti. Bu ham chiripitsa, bu ham o'zini vaqtida rasa nima trendda bo'lgan. Yani hozirgi kunda buni yangisi chiqib, bu sal pastlab qoldi. Bu trendlar baribir takrorlanadi. Ha. Bu yil bu bo'lsa, balki keyingi yilga bu shunaqa. hech kim bilmaydi. Zo'r. Bunimiz ham o'sha oddiy profnal stilimizni sal gofrasi qalinroq. Buni основной o'sha zavodlar, katta bunaqa навесli joylarga buni gofrasi qalinroq chiqadi. Buni o'sha misol 125 tunikani chiqargandan keyin 1 metrda yopilgan holatda qoladi. Ancha qisqarib ketadi. Arig'i juda chuqurlashgan bo'ladi. Juda baquvvat bo'ladi. Buni основной o'sha katta bazalar, shunaqalarga qilib beramiz. Zo'r. Mana bunaqa narsa chiqadimi yo bu boshqa? Yo'q, bu 17 gofra, bunisi 35 gofra. Ancha katta farq bor. Ancha, почти teng baravar qalinroq bo'ladi. Zo'r. Bu stanoklardan. Bunimiz ham chiripitsa, turbultli holatda chiqadi, plitichniy deyiladi. Buni ham o'ziga yarasha mijozlari bor. Buni ham hozirgacha chiqarib nima qilamiz, bu stanoklarimizni. Bu ham chiripitsa. Buni ham kvadrati o'shanaqa hisoblanaveradi, o'sha boshida ko'rsatganimizdek. 60 ming, 75 ming, 80 ming. Shunaqa, materialiga qarab. Bu ham o'sha mayda qovurg'amiz. Bu o'sha основной bunda hali yonboshlarni, tomlarni yonboshini yopgani frontollar chiqadi. O'shadan stanogimiz buniki. Zo'r. Buni основной o'sha 1 metrli, eni 1 metrli tunikada chiqadigan o'sha mayda qovurg'a stanogida eni 1 metrli chiqadi. Shunaqa. Zo'r. Mana yangi stanokka o'xshayapti. Bularimiz hozir endi mana shu qor to'sqich, tomga ishlaydigan основной qor to'sqich, soy, kapalik, kanyoylarni xohlagan metrda mijozlarni nimasiga qarab chiqarib berilaveradi. Bu bemalol chiqadi nimasi. Tarnov bundan chiqmaydi? Yo'q, tarnov hozir bundan chiqmaydi. Mana uni men yupqa narsa deb o'ylardim-da, lekin qarasam ustini buni ustida yuribdi. Bu baquvvat. Bu ancha baquvvat bo'ladi. Bularimiz endi lazer. Bunda hozir o'sha tunuka fonlar pichiladi. Keyin hozirgi kunda buni Svachi akalarimiz kelishyapti, darvozalarni gullariga, keyin toklarni gullariga mana shu nimada apparatda o'yib berilyapti. Lazerli xizmatlar qilinadi. Harfli narsalar ham shundan chiqadi. Shundan chiqyapti. Mana shu kompyuterda nimasiga kirgizdiriladi. Keyin mana shunda o'yib, chiroyli qilib beriladi. Aslida shu tunuka fonlar ham shunda pichiladi. Любой yozuvda, любой naqshda chiqadi. Qaysidan kerak bo'lsa o'shani qilib, chiroyli qilib berishadi. Texnika mo'jizasini qarang. Ya senfe ano bir xil, o'chani zavodi bilan bir xil bu ham. Zo'r. Buni bu yerda 3 metrligi bor, keyin yana 6 metrligini qo'yganmiz. Ikkovi bitta nimani qilaveradi. Xizmat qilaveradi. Zo'r. Bu o'sha 6 metrlisi. O'shani sal kattaroq 6 metrligi. Tunikani aka sifatini oshib ketganini qarang, uni alikafon bilan bir xil yaltirab turishini qarang. Hozirgi kunda alikafon bilan birga bir bo'lib ketdi odamlar. Menimcha alikafondan ko'ra tunikada hozir assortiment ko'payib ketishi kerak. Shunaqa. Chunki keyin baribir tunikafon endi misol yong'inga ham yaxshi-da, bu yonmaydi. Misol alikafonda baribir yong'in jicha kuchliroq bo'lishi mumkin. Avvalo nima bo'lmasin, endi shu taraflari bilan baribir tunikafon ancha nima bo'ladi. Tunikafonda ham hozir O'zbekistonda stanoklari turli xil bo'lib ko'payib ketgani hisobiga assortimentlar ham asli zo'r bo'lib ketdi hozir. Shunaqa. Bu tomonda endi kesiladi, to'g'rimi tunikalar? Bu yerda kesiladi, bu yerda mana shu nimada chiqmagan 4 metrli ishlarimiz shunday stanoklarda bosiladi, mana gidravlikalarda. Keyin aka tunikani zanglashi uni kesilishiga bog'liq deyishyapti. Endi hozir misol bolgarka ishlatilmasa, qaychida ishlatilsa zanglamaydi. Mana misol shu vaqtgacha hali hech kim misol zanglab ketdi yo nima degan joyi yo'q. Aslida o'sha qaychida ishlatilsa, burchaklarni kesishda nima qilinganda zanglash ancha kamayadi. Почти bo'lmaydi. Lazerda kesilsa ham zanglaydi. Lazerda ham yo'q. O'sha toshdimi, bolgarka toshdi o'sha nimasiga uncha zanglashi mumkin. Aslida agar mabodo bolgarka tosh ishlatilmasa zanglamaydi. Bu tomonda endi o'sha eski mashhur stanoklar. Zo'r. Hozir ko'rsatgan hamma stanoklarimiz aktiv ishlayapti, to'g'rimi? Hammasi ishlaydi, hammasini o'ziga yarasha.
har qanaqasida bemalol zakaz qilishsa yetkazib beriladi. Shunaqa. Butun O'zbekiston bo'yicha mana yetkazib berilyapti mahsulotlar. Qoraqalpog'iston Nukuslargacha zakazlar ketyapti. Ana obunachida o'zingiz ko'rib turibsiz. Zavodning hajmi katta, juda ham katta. Har qanaqa katta zakazingizni ham, katta buyurtmangizni ham bemalol beraverasiz. Maksimum 3 kunda tayyor qilib berilyapti. Xullas, sifatdan, vaqtdan umuman muammo yo'q. Bemalol mana shu raqamlarga aloqaga chiqib olasizlar. To'lqinxonaga ham o'zlari ham bemalol aloqaga chiqib, siz bilan kerak bo'lsa borib o'lchab, bepulga hisoblab, dizaynlarigacha berib, sizga qo'ldan kelgancha yordam beriladi, pod ключ xizmat qilinadi. Ko'rishganda ko'rishguncha, sog' bo'linglar.